menga kerak bo'lgan savolimga javob berishlaring kerak. Doktor o'zi kuzatib, roddomga olib chiqqan. Agar javob berishdan bosh tortsalang, пожалуйста, intervyu bermasliklaring ham mumkin. Hozir bizga mana shu kadrlar o'zi ham yetadi-da. Yo'q, olishmayapti-da, ichkaridalar ham, partiyalar ham olmayapti. Hozir qarab chiqaymi masalan? Batga qo'yish kerakmi? Qani sizning qalish turadigan joyni yozib qo'yish kerakmi? Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Eskarab qishlog'ida 2001-yilda tug'ilgan kelinchak ikkinchi farzandini dunyoga keltirgan. Ming afsuski, tug'ruq jarayonidan so'ng bizga kelib tushgan manbalarda aytilishicha, shifokorlar e'tiborsizligi sabab kelinchak 4 kundan so'ng vafot etgan. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan Oltiariq tuman tibbiyot birlashmasiga bordik va bo'lib o'tgan achinarli voqelik sabablarini ochiqlashga harakat qildik. Raddom ketdik kiramiz. Ketdik. Yo, siz oldin kiring, o'zingiz sekin narsangizni qo'yib qo'ying. Agar ish qilishmayap turgan bo'lsa, menga mana yuring, mana yig'ilishyapti. Yo'q, tushundim, ko'rdim aka. O'shangacha sal. Xo'p, hozir mana 1 soatda o'tdi-da hozir. Yo'q, unda endi raddom beryapti, tug'ruq holatida bo'lsa, raddom tug'dirib turgan bo'lsa, yo'qmi, bolam qo'yib qo'yib o'lsa ham, tirik qolsa ham yurdim men. 1 soat operatsiyada bo'lmaydi-ku. Bu operatsiyada bo'lsa tug'ruqlar bo'lyapti-da. Siz kiring, ishlamasangiz ko'zingiz bilan ko'ring, jurnalgacha ko'rasiz. Haqiqatli doktor yonboshlayotgan bo'lsa, aytasiz menga. Billa kiringlar o'sha yerga hozir. Rost aytyapman, raddomda ular ish qilyapti. Batda yig'ilish bo'limga siz bilan kirsak bo'ladimi? Jicha sabr qilib tursin dedim, xolos nimani men sizga. Ana ular bilan raddomdalar bilan gaplashib olasiz. Mana biz holat bo'yicha kelib o'rganishga kelganimizga 1 soatdan o'tgan bo'lsa-da, hali hanuz mas'ullar o'ta beparvolik bilan harakat qilmoqda. Operatsiya soatini belgilamaymiz. Har xil holatda doktorlar Ko'p bilan qancha bo'ladi? endi biz belgilamaymiz. Tibbiyot xodimimiz ular chiqadi operatsiyadan. Qancha muddatda operatsiya qilishni? Birorta Hamshira bo'lsa-da, hamshiralar operatsiya jarayonida yordam beradi. Hozir bitta ayol borku, hamshirami kimdir chiqdi-ku. Mana doktor Kunduzxon Nima? Jasurbek. Zafarjon Jasurbek deyapman. Mayli chiqib garashmonsi kiraveradi. Voy, biz opa 3 soatdan turibmiz-da, yana kutish kerak emas. O'shanga operatsiyani yo'q, operatsiya srajetda ishlaysanmi? Nima ishlayman? Men holatni ko'rishim bo'yicha tug'olmay turgan ayol bo'ldi. Unga harakat qilishdi. Endi olib ketishdi. Endi qanchada chiqadi bilmaymiz. Kamisi familiyasimi o'sha ayol? Ayol familiyasini endi bilamiz, so'radim. Biz hamma bilmaymiz-ku, ikkinchidirda. Hozir yo'qotga olib keyin chiqariladimi? Ikkinchi etajdan ayolda damlalarni chiqdi-yu, bor nimalarga o'tirgan bo'lsa kerak. Oltiariq tumanini titratgan ushbu voqelik tuman tibbiyot birlashmasi rahbarini pinagini ham buzmadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi u yerdagi xodimlarga rahbarning o'rni yo'qmi? Har xil bahonalar ostida yaqin 4 soatda onalik va bolalik bo'yicha o'rinbosarni topib kelishga muvaffaq bo'ldi. Rahbar bechora. 13-kuni sahar soat 3:20 atrofida ayol kelgan, quvg'ida, belida og'riq bilan shikoyati shu bo'lgan. Doktorlar ko'rib baholashgan. Og'riq qoldirishga muolaja qilishib, kuzatuvga olishgan ayolni. Analizlarga buyurishgan, tekshiruvlarga buyurishgan, yurak EKGsi, shu laborator tekshiruvlarga. Keyin nazoratda bo'lib turasiz, biz kuzatamiz deyishgan. Shu bilan ayolda bezovtalik bo'lmagan. Ertalab obxod paytida yana ko'rishgan. Ayol endi shu ginekologik yo'l bilan ko'ramiz deyishganda, menda bezovtalik yo'q. Agar bezovta bo'lsam aytaman, chunki unda ikkinchi homiladorlik, ikkinchi tug'ruq degan. HDB homiladorlar davolash bo'limiga o'tkazishgan raddomdan kuzatuvga. Kuni davomida tinch turgan. Soat 4:30larda shunaqa quvg'imda yana belimda og'riq paydo bo'lib qoldi deb HDBni doktorga aytgan. Doktor o'zi kuzatib raddomga olib chiqqan. Shu bilan navbatchi, endi 5 bo'lib qoldi orada, navbatchi vrachlar ko'rishib ayolni operatsiyaga tayyorlashni buyurishgan hamshiralarga. Operatsiyaxonaga olib kirishib, bizga bildirilgan fikrlardan bilish qiyin emaski, ushbu bo'lib o'tgan holatda tibbiyot xodimlarining ham biroz emas, anchagina aybdordek tuyulishi hech birimizga sir emas.
Ya batga qo'yish kerakmi? Qani silik analiz turadigan joy deb yozib qo'yish kerakmi? Nima edi bular? Chaqiring dedim bekamni. Qo'yasizmi? Bitta oddiy e'tiborsiz. Oqibati. Operatsiya doktor for, nima qilsa bu? Qo'yib yuborasiz. Ha, hozir vaqtingiz. Bunga yaqinmi? Operasyonni qilib aka. Bizga operatsiya dedi. Yolg'on aytdi. Bularga qaranglar qizlar. O'sha qancha muddat davom etadi? Taxminingizcha? 1 soat, 1,5 soat. Eng ko'p vaqt olsa 1,5 soat, 3 soatgacha. Eng ozrog'i bo'lsa-chi? Eng ko'p bo'lgan qancha? 15 minutga. Yo'q, 1 soat. hech qanaqa operatsiya bor, 15 minut. 1 soatdan 3 soatgacha keladi, значит, operatsiyalar. Hozir batda ko'rgan shprislarimiz nima edi? Yo'q. Men ochib ko'rsatdim, shpris dedim. Ignasi bilan shprislar turibdi. Nima vaqt chiqib gapiryapti? Nima edi? Anaqa eshiklarimiz g'irchillamasin deb aptolni yo'g'idi. Bu avtomobil emas, u ko'p, juda ko'p. Ko'p? Ana o'sha. Yo'q, hamma palataga bergandik, nima qilib. Qatdan o'sha avtomobilga olib chiqiladi. Ovoz tashlab turib qizlarga. Ana, qayerga tashlab turibsiz? Bo'ladi. Borib kelib, Yo'q, haqiqatan o'shaqa bo'lsa olib kelding. Bu to'g'ri, qanaqa bo'lishi mumkin? Avtobus bo'lsa, har bittasi bittadan olib qo'yiladi qog'ozga. o'zlarga bunday qilamiz, qolib qo'ydik, yumshatamiz, o'tirishimiz. Yo'q, hop, qog'ozga o'rab qo'yiladi. Har bittasi. Har bittasi отдельно qog'ozga o'rab turibdi. Shuni ular qog'ozga o'rab qo'ymaysiz, opa. Yo'q, u dori. U boshqa narsa, bu shprisdagi dori boshqa narsa. Kim chaqiryapti? Doya chaqiryapti. Siz qaysi doya chaqiryapsiz? Men birozdan telefonda so'rab olyapman. Ana nomerini beraymi? Keling, Maslahatlashib bor deyapti. Zudlik bilan berasiz, tezda. Bolani sizlab qolinglar. Tez bo'linglar. Yormalisan. Bola tirsutdan o'tib ketdi. Bola qiynalmayapti, boru. Patkochi bo'ling, mehmonlar bor, patkochi bo'ling. Keling, menga bitta gapiring, nima bo'ldi? Nima muammo bo'ldi? Yormalisan. O'rganishimiz davomida bizda emas, Farg'onada vafot etdi deya bong urayotgan tuman tibbiyot birlashmasi rahbari nahotki o'zlarining qo'lida o'lish holatiga keltirilib, keyin esa Farg'onaga yuborilganini bilmasa. Menga kerak bo'lgan savolimga javob berishlaring kerak. Birinchi kelgan kuni qanaqa bo'lgan ahvoli? Unga birinchi qanday yordam ko'rsatilgan? Ha? Hop, o'sha to'lg'oq boshlanganda birinchi nima qilingan? Hop, to'ldirilgan, operatsiya qilib, operatsiya yo'li bilan olingan, to'g'rimi? Undan keyin onaning ahvoli qanday bo'lgan? Agar javob berishdan bosh tortsalang, пожалуйста, intervyu bermasliklaring ham mumkin. Hozir bizga mana shu kadrlar o'zi ham yetadi-da. Intervyu berishdan bosh tortdi, onaning o'lim sabablari yashirilyapti deb beraveraman. Yo, ona o'lim sababini endi ona ertalabgacha o'lgandan keyin og'irlashgandan keyin bu holatda viloyatga yetkazildi. Shoshilinch tibbiy yordamga. Hop. Shoshilinch tibbiy yordamda ular kerakli yordamlar ko'rsatishgan, zarur narsalarni operatsiya qilgan, hammasi yordamlar ko'rsatilgan. Endi undan shu yerda 3-sutkada bo'lmadi, 2 sutka yotishda, Amroxonada 3-sutkada bo'lmadi. Endi uni sudmet tibbiy xulosalariga qarab ko'riladi endi. Nasada birovniga tashxis qo'yishga men ham huquqaman. Buni endi viloyat sudmet ekspertiza bor, ular chiqargan. Biz ushbu holat bo'yicha viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan rasmiy munosabat kutib qolamiz.